Soliq forumi 2026 bu ishonch, ochiqlik va o'zaro hamkorlikni mustahkamlovchi muhim uchrashuv. Urganch shahrida tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan forum ham ana shunday ochiq muloqot maydoniga aylandi. Urganch shahrida tashkil etilgan mazkur biznes muloqotda 500 nafardan ortiq tadbirkorlar, hisobchilar hamda yirik soliq to'lovchilar, faol yoshlar ishtirok etdilar. Joriy yil soliq qonunchiligiga kiritilgan 110 dan ortiq yangilik va o'zgartirishlar xususida ko'rgazma tashkil etilib, unda soliq stavkalari, imtiyozlari va belgilangan me'yorlar bo'yicha tushunchalar berildi. Birinchi bosqichda davlatimiz rahbarining 5-ochiq muloqotida kiritilgan o'zgartirishlari, ya'ni soliq to'lovchilar tomonidan va biznes vakillari tomonidan berilgan takliflardan kelib chiqqan o'zgartirishlar. Ikkinchisi soliq ma'murchiligi va soliq siyosatining amalga oshirish jarayonidagi kiritilgan o'zgartirishlar va uchinchisi tadbirkorlik subyektlariga berilgan yengilliklar va soliq imtiyozlari bo'yicha kiritilgan o'zgartirishlar va to'rtinchisi naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish bo'yicha yashirin iqtisodiyotni oldini olish bo'yicha chiqarilgan prezidentimiz qarorini mazmun mohiyatini tushuntirish bo'yicha kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha bevosita soliq to'lovchi va biznes vakillariga tushuntirish berib o'tildi. Forumda soliq ma'murchiligini soddalashtirish, yashirin iqtisodiyotning oldini olish, shaffoflik, ixtiyoriy soliq to'lashni rag'batlantirish, muhim o'zgarishlarga oddiy va tushunarli tarzda izoh berildi. Tadbir yakunida 10 nafardan ortiq namunaviy soliq to'lovchilar e'tirof etilib, soliq qo'mitasi raisining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.